sharoitida SPF tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi zaytun yog'i, aloe gel, sink oksidi kukuni. Hammasini yaxshilab mikserda aralashtiramiz va keyingi safar uy sharoitida appenditsit operatsiyasini qilishni o'rganamiz. Retseptlarni YouTube'da ko'rdim. Bunisi esa 20 million prosmotr olgan. Okey, sarkazmni o'qtashimiz. Avvalambor meni savollarim bor. Birinchidan, yog' va suv aralashmaydi. Aloe vera esa suv. Ularning stabilniy va teng taqsimlangan formada bo'lishi uchun emulsifikatorlar, ya'ni suv va yog'ni bog'laydigan komponentlar kerak. Ikkinchidan, sink oksidi kukuni suyuqlikka aralashishi uchun uni prosta blenderda aralashtirish yetmaydi. Biz bilinchik qilmayapmiz-ku. Uchinchidan, uni kim test qiladi? SPF 10 mi bu, 5 mi bu? Bu juda muhim. To'rtinchidan, aralashgan narsalar eskirib qolmasligi uchun konservantlar qani? Xitoy podelkasidan shuncha qo'rqasizlar, lekin tekshirishdan o'tmagan hech qanaqa sertifikati yo'q bo'lgan o'qotdan qo'rqmaysizlar-ya? Paradoks. Xo'p, o'sha original zavodida qanaqa yasalashini bilmaysiz-ku deyshadi. Производствоni ham, produktni ham tekshiradigan spetsialniy agentstvalar bor. Masalan, AQShda SPF dori-darmonga kiradi. Qattiq tekshirish va regulationlari bor va dori-darmon bo'lgani uchun uyda ishlab chiqarish jinoyat hisoblanadi. Keyingi safar uy sharoitida nima qilib bering?